mana shu platformani sinov tariqasida o'zimiz ham ishlatib ko'rdik dastlabki bosqichda. Yomon emas, ancha mukammal. Men so'ramoqchi bo'lganim, mana shu platformani yaratishda mahalliy mutaxassislar ishtirok etdimi yoki chet eldan mashhur firmalar jalb etildimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchida 2030-yilgacha soliq tizimida shunaqangi sun'iy intellektni foizi necha foizga borishi mumkin? Chunki dunyo bo'yicha hisoblaydigan bo'lsangiz, dunyoda sun'iy intellektdan foydalanish darajasi Birlashgan Arab Amirliklarida 70% ga yetyapti, mamlakatimizda 20% atrofida. Keyin yana bitta narsani aytmoqchi edim. Soliq tizimi yildan-yilga mukammallashib boryapti. Bu tizim ko'proq joriy etilishi soliq tizimida mutaxassislarni o'rnini egallashi mumkinmi, yo'qmi? Shtatlar qisqarishi bilan bog'liq masalasi. Keyin mana shu platformaning yaratilishi soliq to'lovchilarga qancha summa yukini olib keldi, qanchaga tushdi? Shuni ham aytib o'ta olasizmi, yo'qmi? Rahmat sizga. Rahmat. 4 ta savol bo'ldi. Rahmat. Juda qiziq savollar. Birinchi savolingizga javob g'urur bilan aytsam bo'ladiki, ushbu tizim 100% mahalliy mutaxassislar kuchi bilan ishlab chiqilgan. O'zimizning soliq tizimida 3 ta bo'lim mavjud, sun'iy intellekt bilan ishlayotgan bo'lim. Bu soliq qo'mitasida, demak, AKT departamenti sun'iy intellekt boshqarmasi bor. Qoshimizda yangi texnologiyalar ilmiy markazida ham sun'iy intellekt bo'limi tashkil etilgan va ma'lumotlarni qayta ishlash markazimizda ham sun'iy intellekt bilan ishlayotgan mutaxassislar mavjud. Ushbu mutaxassislar chet elda o'qib kelishgan, eng ilg'or davlatlarda ushbu texnologiyalarga o'qib kelishgan hamda siz ko'rib turayotgan AI soliq.uz portali, bundan tashqari 8 tadan ortiq tizimlarimiz bor, ichki tizimlarimiz bor, tashqi tizimlarimiz bor, sun'iy intellekt ishlatiladigan. Ushbu tizimlarda bironta chet el mutaxassisi yoki bironta chet el kompaniyasi bularni ishlab etishga jalb etilmagan. Ikkinchisi, sun'iy intellekt foizi. Albatta borib bu foizimiz oshadi. Hozir bu qilayotgan ishlarimiz bu birinchi qaldirg'och. Bu ishlarimizni sinovdan o'tkazganimizdan keyin, birlamchi natijalarni olgandan keyin tezlik bilan qolgan xizmatlarimizga, qolgan jarayonlarga ham sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilamiz. Masalan, bitta oddiy misol, bugungi kunda soliq to'lovchilarning murojaatlariga javob tayyorlayotgan servisimiz ham tayyor. Ya'ni o'sha soliq to'lovchidan yozma ravishda personal kabinet orqali kelayotgan murojaatga sun'iy intellekt juda tez javob tayyorlab beradi inspektor uchun. Bu javobni yubora olmaydi o'zi sun'iy intellekt, chunki baribir qonun oxirgi nuqtani inson qo'yish kerak, inson yuborish kerak, inson javob berish kerak o'shanda bu jarayonga. Lekin menimcha, meni fikrimga, mana shu juda tez rivojlanib, menimcha 1 yillarda 70-80% ham xizmatlarimizga sun'iy intellekt kirib borish ehtimoli juda katta. Uchinchi savol, xodimlarni qanchalik soni qisqartirib kelinyapti. Oxirgi 5 yilda soliq xodimlarining soni 27% ga qisqargan. Ya'ni yig'ayotgan soliq tushumlarimiz 5% ga 5 barobar o'sgan, xodimlar soni shu bilan birga pasayib ketgan. Bu o'sha zamonaviy texnologiyalar ishlatishimizning natijasidir. Shu bilan birga. Bu lekin o'sha sun'iy intellektning asosiy prinsipi, mana bizning xodimlarimiz o'sha har xil jahondagi konferensiyalarga qatnashadi. Yaqinda ham Budapeshtda bo'lgan konferensiyaga qatnashib kelishdi. O'sha yerda ham shu narsa aytilyaptiki, sun'iy intellekt insonni o'rnini bosiladigan texnologiya emas. Sun'iy intellekt yordam beradigan texnologiya, oxirgi qarorni baribir inson qabul qiladi. Va soliq to'lovchilarga qancha tushgan? O'sha boya birinchi savolga aytib o'tganimizdek, o'zimizning mahalliy mutaxassislar ishlab chiqqan evaziga bu hech qanday qo'shimcha xarajatga olib kelmagan, chunki o'sha bizning demak joriy strategiyalarimiz doirasida raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish strategiyasining doirasida ishlab chiqilgan bu barcha texnologiyalar. Uni kelajakda balkim buni bizlar tez va qandaydir balkim kelajakda qandaydir qo'shimcha xarajat bo'lish mumkin. Lekin bugungi kunda sizlar ko'rib turgan natija joriy xarajatlar doirasida yaratilgan.